Xo'p, qanday qilib qisqa muddatda 7 olish mumkin? Bu savolni berayotganlar albatta o'zlarining darajasi eng kamida 6 bo'lishi kerak. 6 yoki 6,5 va qisqa muddatda 7 olishni o'ylasa bo'ladi. Lekin o'zi darajasi aytaylik, pre-intermediate levelda bo'lib turib, 7 olishni qisqa muddatda deb beradigan bo'lsa, ikkita narsa katta rol o'ynaydi, ikkita omil bo'lishi kerak. Bunga the number one is grammar. Grammatikasi zo'r bo'lishi kerak. Grammatika zo'r bo'lgani eng kamida qizil morfiy, ko'k morfiy tugatgan bo'lishi kerak. Agarda destination B1, B2 lar tugatgan bo'lsa ham zo'r bo'ladi. Nimaga desangiz, uning ichida, ya'ni destination B1, B2 lar ichida juda ham ko'p vocabulary'lar berib, ayniqsa topic vocabulary ipidan ignasigacha berib qo'ygan. Ya'ni bundan boshqa lug'at topishda hojati ham yo'q. Har ikkita yoki 3 ta unitda yoki masalan B2 da ko'rgansizlar, har ikkinchi unitda vocabulary berib qo'ygan, collocation, idioms, phrasal verbs shularni berib qo'ygan. Erinmasdan yodlaydigan bo'lsa, grammar dahshat darajaga chiqqandan keyin agar pre-intermediate darajada, ya'ni speakingni hisobga olib gapiryapman bu yerda. Agar speakingi pre-intermediate darajada bo'lsa ham 4 oy ichida eng kamida 6,5 va yoki bo'lmasam 5 oy ichida 7 darajaga chiqishi mumkin. Demak, 4 oy ketadi. Agarda o'zini oldiga qo'ygan maqsadi juda yuqori bo'lsa va talabchan bo'lsa, albatta hard working systematic plani bo'ladigan bo'lsa, bu o'quvchi albatta 7 olish imkoniyati juda ham yuqori. Lekin hali procrastinator bo'lsa, ya'ni qiladigan ishni erta qilaman deb bir kunda ikkinchi kunga o'ziga o'zi va'da berib cho'zib yuraveradigan bo'lsa, bu bola menimcha bir 4 yil, 5 yilda ham nafaqat 7, 6 ni olishda o'ylamasa ham bo'laveradi. Demak, bizga eng keraklisi grammatika va vocabulary. Mana shu speakingni hisobga olmasdan 4 oy, maksimum 5 oy 7 ga olib chiqsa bo'ladi. Men o'quvchilarim ichida o'zi aslida kelganda speaking qilganda pre-intermediate levelda bo'lgan o'quvchilarim qisqa muddat ichida 4 oy ichida 6,5 daraja, reading and listening 7 bo'lgan, lekin writingga 5,5, speakingga 6 bo'lib qolgan hisobiga 6,5 darajaga olib chiqqanlari bor. Shuning uchun men ulardan asosan tekshiradigan speaking pre-intermediate level, lekin grammar advanced level. At least pre-intermediate level bo'lishi kerak yoki hozirgi aytilgan 4 ta kitobni tugatgan bo'lishi shart.